Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni hamda video roliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomizda 6-apreldan 10-aprel kunigacha bo'lgan ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Bugun kunduzi O'zbekiston bo'yicha ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Toshkent viloyatida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 18-23 daraja, ba'zi joylarda 24-26 darajagacha bo'ladi. 7-8 kunlari respublikaning ko'pchilik viloyatlarida yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan kuzatiladi. Harorat asosan kunduz kunlari 13-18 daraja iliq bo'ladi. 9-10 aprelda faqat respublikaning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzgi harorat 20-25 darajagacha ko'tariladi. 6-7 aprelda shamol ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'larda qor ko'chishi xavfi bor. Toshkentda bugun yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 24-26 daraja iliq bo'ladi. 7-8 aprelda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 7 aprelda shamol tezligi 12-14 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kunduzi 15-17 daraja iliq bo'ladi. 9 aprelda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. 10 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 20-25 darajagacha ko'tariladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.